Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'omay sizlarni Xudo xohlasa sizlarga 4 kundagi Berunidagi 50 kiladagi Xorazmdagi yangiliklarni yetkazib borishda davom etamiz. Qadrli yurtdoshlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruni tumanida joylashgan Beruni go'sht markazine yetib keldik. Yurtdoshlarim uchun Beruni go'sht markazidan ajoyib yangilik, ertaga juma aksiyasini Xudo xolasa Beruni go'sht markazidan Umirbek akamizdan kutib olinglar yurtdoshlar. Shu videomizni ko'proq like-larni bosib, eng yaxshi ko'rgan do'stlarimizga yuborib qo'yinglar yurtdoshlar. Beruni go'sht markazida yangilik juda ham ko'p. Manzilimiz Beruni tumanining o'zida, bu tarafdan kelsanglar 4 kul tumani tarafdan kelaverishda, Beruni yozuv tarafdan kelaverishda Urganch Powerot yurtdoshlar. Urganch Powerotga yetmasdan bu chap qo'llarimizda Beruni go'sht markazi. Xo'p, bu tarafdan kelsanglar Nukus yo'lidan Beruni tumani shahar ichidan kelaverishda Cholishav Urganch aylanmaysizlar, Do'g'ri o'tasizlar, Xorazm Gamburgning yanında yana Beruni go'sht markazi. Beruni go'sht markazida yangiliklar juda ham ko'p yurtdoshlar. Umirbek ham Xudo xolasa katta sifatli o'kizlarni xalqimiz uchun so'yishda davom etib turibdi. Umirbek assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasdan yuribsizmi, xorman? Xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin, Xudo xolasa. Ertaga Xudo xolasa juma aksiyasida shu sifatli mollarni xalqimizga marhamat qilamiz. Sifatli go'shtni. Sifatli go'sht yeyman desa kelaveradi. Qani yurtdoshlar bilan chiroyli qilib salomlashib olamiz. Yurtdoshlarni Xudo xolasa juma aksiyasini ham o'z yo'limda davom etib, juma aksiyasida 100 ming so'mdan shu mollarning go'shtini qo'yib beramiz aqabek. Yurtdoshlar bugun 4-dekabr, ertang 5-dekabr kuni juma kuni hamma yurtdoshlarimizni Beruni go'sht markazine taklif qilib qolamiz. Hozir Berunida go'shingiz necha so'mga? 120 ming so'm. 120 ming so'mga. Bu mollarni sifatli mollarni go'shini juma aksiyasidan necha so'mdan qo'yib 100 beramiz? ming so'mdan qo'yib beramiz. Ham bir yeri bor, Xudo xolasa to'ya tatirma, yaxshi gün tatirman deylar. 50 kilodan aryandan 95 ming so'mdan bo'ladi. 50 kilodan ziyod olsa, 50 kilo olsa 95 ming so'mdan o'lchab berasiz. 95 ming so'mdan sifatli go'sht olaman desa kelaveradilar Xudo xolasa. Gap yo'q, qaranglar mola. Gigantlari. Shved. Ine, yo'ringdan molni. Ine. Dumbalarına qaranglar molni. Bo'yinlarini ko'rsing. Ine yurtdoshlar, mola qaranglar. Ine. Angus, mola qaranglar yurtdoshlar. Juda ham chiroyli mollar, Xudo xolasa. Boqilgan narsalar. Mol bollari, ertang so'yasiz. Xudo xolasa. Necha mol so'yiladi ag'a ertang? 3 mol so'yiladi. 3 mol so'yiladi. Sifatli go'shtni xalqimizga marhamat qilamiz. 1,5 tonna go'sht oladi Xudo xolasa. Nechada ochiladi do'koningiz? 7 ga Xudo xolasa tayyor bo'ladi. Soat 7 ga do'kon ochiladi. Yurtdoshlar qarang, orqalari bilan tushiring, juda ham zo'r. Sifatli go'sht yeyman, sifatli daniman. Beradilar. Yine. Sifatli mozali go'sht Xudo xolasa. Gunda standart mol so'ladi ag'abek. Qarın tuyoqlari bo'ladi-ku. Hamma narsasi bo'ladi. Yine do'stlar, qaranglar. Gap yo'q. Hamma yurtdoshlarimizni kutib qolamiz. Beruni go'sht markazida yurtdoshlar. Ichkarida ham yangiliklar ko'pmi? Yangilikdan zo'rlari bor Xudo xolasa. Ichkarida ham yangiliklar ko'p yurtdoshlar. Kelavermasa shu plakatlarni izlab kelaveringlar. Beruni go'sht markazi. Tayyor ijodlar, shashlikda hamma narsa bor Xudo xolasa. Marhamat. Bismillah. Xo'p, ine yurtdoshlar, Xudo xolasa Beruni go'sht markazida yangiliklar juda ham ko'p. Ine. Assortiment keng. Necha kiloluk mol so'yildi bugun? 380. 380 kiloluk mol. Ine go'sht. Bugun necha so'mdan sotdingiz sağa? 120 ming so'm. Abishni gullari 120 ming so'mdan. Juma kuni ine yurtdoshlar 100 ming so'mdan go'sht olib kelsanglar bo'ladi. Beruni go'sht markazida xayr ehson tariqasida yurtdoshlar juma aksiyamiz. Ine. Juda ham zo'r. Bir de bağırlar var, doğru mu ağa? Bağırlar 100 ming so'm belli tuttu. 100 ming so'm belli tuttu bağırlar. Şimdi yine şokolad go'shtlar var yurtdoshlar. Snickers bu. Bular ag'abek boshqa kun o'zi 100 mingdan go'shtini olmay berib turibmiz. Juma aksiyasida Xudo xolasa 90 ming so'mdan qo'yib beramiz. 90 ming so'mdan. Go'shtini aman. Yine sifatli go'shtlar var, qaranglar yurtdoshlar. Juda ham zo'r. Yine. Yağlar necha so'mdan? Yog'lar 50 ming so'm standart. 50 ming so'mdan chorva, buyrak yog'lari. Inom sifat. Mramor go'shtlar. Juda ham zo'r. Juda ham chiroyli. Odamni yashatib turaveradigan yeri shu. Shularni ertang masalan 100 ming so'mdan olib ketsanglar bo'ladi sifatli go'shtlar. Qo'rg'onga 105 ming so'mdan berib turibmiz. Avon. Qo'rg'on bu novliqni yetishini bilib topib bilmaysan buni. Bu shapak bu. Palov bu. Palovlik. Yomon yetadi shapik go'shti. Deb shuni aytadilar go'shtni. Bundan ijjanam zo'r yetadi. Yurtdoshlar palovni guli. Yine yurtdoshlar sifatli go'shtlar qaranglar, yine şimdi go'shtlarimiz bor.
Yilik desek yilik, challenge müşekle Bu oyna. yıl bula 70 ming so'mdan. 70 ming so'mdan. Bakın sünyeklerimiz az tamam oldu. Xudo kalasa cuma aksiyasında şunu versen 60 ming so'mdan koyup beramiz. 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan koyup beramiz. Judayam zo'r yurtdoshlar. Gap yo'q lekin. Yine. Sifatli go'shtdan quloqlasa. 80 ming so'm mürşek bu. Mushak go'shtlari. Yine. Yiliklari bilan. Turupga 80 ming so'mdan. 80 ming Turkkalar. so'mdan bulan. Yine. Bir de tukla. Tukla 60 ming so'mdan qabi zuborka lekin bulan. Zborka. İçi hem içi değişi tazalangan bunun. Отборный. At kotu yoktan karıtçı. Yani öyle görden tuttu bu. At kotu yok bunda yani. Tavuk go'shti. Tavuk göğüsü. Judayam zo'r. Yine. Necha so'mdan? 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan tavuk go'shti. Va ijjon yurtdoshlar trendda bo'lib turgan bilasizlar, piyozi, duzi, namak, priprava, burchi hamma narsasi berilgan tayyor bir narsa. Bu Gatoyev Agabek bu başta gün 75 mingdan satıldı. Avan Erten cuma aksiyasında Xudo kalasa 3 kilogramma 1 kilo kömür bonusu boladı 70 ming so'mdan koyup berdi. 70 ming so'mdan kilosini ijjon shashlikdan sanglab bo'ladi. Yanında kömürü yoki uksuzi tekinga bo'ladi. 3 kilo sala bo'ldi. 3 kilo 1 kilo kömürü hala bir uksuzi besplat deb. Yine yurtdoshlar, qaranglar. Svyazkasidan moshni buni yurtdoshlar. Yine. Gap bo'lishi mumkin emas. Yine. Kuskovoylar. Kuskoyla 135 ming so'm. Xomni yeb qo'yverasan buni yana. Hamla yeb qo'yaverasiz. Yine. Judayam ajoyib. O'zi pishib turibdi bu. Virusga nanang. Bu virus. Eng yumshoq. Virusga. Bıkın go'shtindan. Yana. Gap yo'q. Pishib turibdi bu o'zi yana. Turgan narsa. Yana. Sifat. Faqatgina yurtdoshlar yine kelaverasizlar. Yine. Bir de hala desam men, Haladay sesipla başta gün 60 ming, cuma aksiyası gün 50 ming so'mdan koyup beramiz bunu. juma kuni 50 ming 50 so'mdan. ming so'mdan. Bo'lsa halka bo'lsin. Kilosi 50 ming so'mdan ertaga xudo xolasa juma kuni. Boshqa kunlar 60 ming so'mdan. Chekkani nastoyaщий bola o'ynaydi do'stlar, qaranglar. Chekkani bolang bu. Chestin. Yine. Qaranglar. Gap yo'q lekin. Chekkani haqiqiy bola. 70 ming so'mdan o'yinida amaçlı vallahi bir istersen çistin naturalniy bal. Naturalniy, to'g'rimi? Çistin balni o'zi. Yine. 70 ming so'mdan. 70 ming Chekkani bola. Kelaverasizlar yurtdoshlar, Beruniy go'sht markazida yangiliklar ko'p. Xudo xolasa ertaga 5-dekabr kuni hamma yurtdoshlarimizni juma kuni 100 ming so'mdan go'sht marhamat qilamiz. Bemalol kelaverasizlar. Like'larni bosib, ko'pgina yurtdoshlarimizga tajab qo'yinglar. Beruniy go'sht markazida Novsakada, Ozodalik yoqadi, Tozalik yoqadi, mana juda ham sifatli go'sht sotadilar yurtdoshlar. Haqiqatan ham. Necha kilo go'sht bersin, keling. 60 so'm. Xudo xolasa kelaversa hammangizni Beruniy go'sht markazida kutib qolamiz yurtdoshlar. Sog' salomat bo'linglar deymiz. Sizlarga shunday yangilikdan yetkazib boshda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.